11M66 modeliga gonchi emasda, yashil rangi. Oldida podsvetkalar shunaqa chiroyli bo'lib yonib turadi. Rullari neobishniy qilib ishlangan. Stop startda zavod bo'ladi. Svetlarni o'chirib yoqish funksiyalari, tezlikni baland-past qilsa bo'ladi, Bluetooth ulasa bo'ladi. Xo'p, old-orqa skoroslari, muzikalarni bas, baland qilsa bo'ladigan. Ikkita pedal bo'ladi. O'ngga chapga drift qilish uchun. Boshqalardan ajralib turadigan 3 ta sidena bo'ladi. 3 kishi o'tirsa ham bo'ladigan variant. Shu joydan boshqalarida drift qilsa bo'ladi, to'g'ri oddiy yuradigan qilsa ham bo'ladi. Bu joydan zaryadga qo'yiladi. Orqadagi farlarning yonishi. O'zini komplekti, pulti ham bo'ladi. Kimga shunaqa neobishniy gonchilik kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bunimiz 24 voltli drift variant bo'ladi.